Endi bugun tadbirkorlar orasida eng dolzarb muammolardan biri bu qaysidir biznesni sotish yoki sotib olish jarayonida shu biznesni narxini to'g'ri belgilay olmasliklari yoki bo'lmasam o'zlarining korxonalariga investor jalb qiladigan bo'lsalar, investorni korxonani kapitalizatsiyasi haqida ma'lumot so'raganda unga aniq javob bera olmasliklari. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu formulani tez tushuntirib o'taman. Ya'ni korxonani kapitalizatsiyasini chiqarishimiz uchun uni 1 yillik sof foydasini chiqaramiz. Keling, taxminan $1 million deylik va aktivlari bor, mashinasi, yerlari va hokazo. Ularni ham bir $500 ming baholaydigan bo'lsak, $1,5 million bo'ldi. Endi korxonaning kredit qarzlari bo'lsa-chi? Keling, bir $500 ming qarzi bor desak, endi minus bo'ladi. $1 million qoldi. Shu endi ikkinchi qadamda multiplikator ishga tushadi. Multiplikatorning vazifasi korxonamizning 6 oylik, 1 yil, 2 yil, 3 yillik umri davomidagi xavf-xatarlarni o'rganib chiqish. Agarki korxonani xavfsizlik darajasi 3 yilga boradigan bo'lsa, demak multiplikator kapitalizatsiyani 3 ga ko'paytiradi va korxonamizning bugungi kapitalizatsiya narxi $3 million baholanadi. Endi bu biznesni kapitalizatsiyasini hisoblash bo'yicha eng sodda formulasi edi. Agar siz mana shunaqa mavzularda batafsil ma'lumot olishni istasangiz, unda bizni Rezaev klub yopiq Telegram kanalimizga a'zo bo'lishingiz mumkin. Biz u yerda shaxsiy rivojlanish va biznes haqida har kuni chuqur ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Silkasini esa Instagram profilim ostida qoldiraman. Sizni klubimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling.